futbol olamida shunchaki o'ynaydiganlar bor va butun bir millat tarixini yangidan yozadiganlar bor. 2026-yilning bahori. Angliya Premier Ligasi. Dunyoning eng kuchli klubi Manchester City himoyasi markazida Toshkent ko'chalaridan chiqqan yigit turibdi. Abduqodir Husanov. Bugun u nafaqat O'zbekistonning, balki butun Osiyoning eng qimmat va eng ko'p muhokama qilinayotgan himoyachisidir. Ekspertlar uni protsessor deb atashmoqda. Nima uchun? Uning mart oyidagi statistikasiga e'tibor bering. Paslar aniqligi 94%. Gvardiola tizimida himoyachi shunchaki to'p tepar emas, u hujumlar konstruktoridir. Husanovda nodir xislatlar jamlangan. T-34 tankidek jismoniy quvvat va snayperdek sovuqqonlik. U shunchaki to'pni olib qo'ymaydi, u o'yinni 2 qadam oldindan o'qiydi. Uning Lensdan 40 million yevro evaziga transfer qilinishini ko'plar shubha bilan kutib olgan edi. Ammo Abduqodir barcha tanqidlarga maydonda javob berdi. Angliyadagi ilk sovrin Liga Kubogi allaqachon uning muzeyida. Eng muhimi, 2026-yilning mart oyida Husanov ilk bor ota bo'ldi. Bu mas'uliyat unga yanada kuch bergandek go'yo. City muxlislari uni Holland va Riberydan ustun qo'yib, oyning eng yaxshi futbolchisi deb tan olishdi. Oldinda O'zbekiston terma jamoasi bilan tarixiy jahon chempionati kutib turibdi. Xo'sh, Husanov sayyoramizning eng xavfli hujumchilarini to'xtata oladimi? Biz afsonaning tug'ilishiga guvoh bo'lyapmiz. Sizningcha, Abduqodir Osiyo tarixidagi eng kuchli himoyachi bo'la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.